Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizda yangi oshxona mebelimizni olib kelib stanovga g'alab bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod qishlog'iga olib keldik. O'zimizni ham qishloqqa mahalladoshga qo'yib berdik. Xo'p, bu oshxona mebelimizni Agril Kashtan firmanikidan qorasidan ishlatdik. Ichki korpusga rossiyskiy laminat ishlatdik. Bu oshxona mebelimizni razmeri, narxigacha mebel ichida nimalar kelganigacha aytib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Xudo xolasa qilib borayotgan ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Chiroyli ishlarimizni sizlarga taqdim etib boramiz. Xudo xolasa shu ishimiz bitdi. Mana shu holatda. Endi bu oshxona mebelimizni bu tomonimizda tashqari tandir o'choqqa chiqib ketish eshigi bor. Bu tomonimizda choy ichib o'tirgani alohida xona bor ekan bu tomon. Shu joyga ustanovka qildik. Bu joyimizda ozgina kemtik bor joyga gazi, vitichkalarini qulay qilib o'rnashtirib berdik. Burnimizni razmeri 1,40 cm bo'ldi, poldan balandligi 2,20. Bu tomonimiz 3,5 metr joy burchakkacha. Bu joyimizga xolodilnik tushadi. Shu qirg'og'igacha 2,10 bo'lgan joyga ustanovka qilib bitkizdik. Burchagimizga mo'yka qo'yib berdik. Shu tayda suv montajlari, nasoslari tayyor bo'lgan ekan. Teva tomonimizda ariston bor. Buni ham o'rab o'tib ketdik tevagacha. Suvlar ulangan, ishlayapti. Gel idishlikdan qo'ydik. Bu oshxona mebelda kafellari bizdan bo'ldi, mo'ykasi bizdan bo'ldi. Shilkalari, cho'ntaklari, magnitlari bu tomonimizda qo'shib soladigan patnislarigacha qo'yib, chiroyli qilib berdik. Mana osha-moshalargacha, rolilarigacha vakuumni qo'ydik. Mexanizmlari osha-moshalar to'rttadan qatirilgan temir ruchkalarigacha qo'yib berdik. Chekkalari PVX kromka bo'lgan korpuslarigacha. Tepa karniz qoshlarigacha chiroyli qilib bitkizib ustanovka qilib berdik. Ichlari ham chuqurgina bo'ldi, xonalari ham. Kafel bilan stalishsani o'rtasiga germetiklab plyontus choklariga, tunikalarigacha qo'yib chiroyli qilib berdik. Mana shu holatda kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bu oshxona mebelimizni 1 pogona metri mana shu 1 metr kafeli, svetlari ichida mana shu bo'yi 2,20 bo'ladi. 2,200,000 so'mdan qilyapmiz. Dastlabki ustanovkasi ichida bo'ladi. Shu mebelimizni mana shu 1,40 bu tomondagi hamma mebel 14,750,000 ga tushdi. Buni ichida kafeli kelgan, mo'ykasi, shu sochiq ilgichi, bunisi magnitimiz, bitta bonusga taxta kashimiz, qo'shso'yi patnislari ichida bo'lgan. Xonadon gazidan pech, gaz, vitichka, mikrovalnovka, smestitilda olib berdi. Qolgan narsa o'zimizdan bo'ldi. Mana shu holatda qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ustanovka qilib bitkizdik. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Borib o'lchash, ustanovka qilish bepul bo'ladi. Shu mebelni kelishilgan narxining ichida. Mana shu holatda. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelganicha video qilib sizlarga qilib borayotgan ishlarimizni ulashyapmiz. Rahmat, videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.